kunda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ayniqsa ehtiyojmand va og'ir turmush sharoitida yashayotgan fuqarolarni bandligini ta'minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondining moliyaviy ko'magi asosida Taraqqiyot nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan loyiha doirasida 2026-yil mart oyida viloyatimizda 9 nafar ehtiyojmand fuqarolarga kultivatorlar beg'araz asosda topshirildi. 2026-yil 20-mart kuni unga Jizzax viloyat nodavlat notijorat tashkilotidan bir dona motokultivator berildi. O'sha kuni bizga otam uyda, otam tug'ilgan kun edi, 81 kelgan otam bor. Bu o'sha kunga sovg'a bo'ldi, juda yaxshi. Mana shu berilgan motokultivator bilan hozir qo'shnilarimizning yerlarini haydab, bo'sh turgan yerlarni haydab, mavsum vaqtida kuniga 200 mingdan 1 milliongacha daromad topyapmiz. Bu mablag'lar oilamizning ehtiyoji uchun kiyim-kechak, oziq-ovqatlarga ketyapti. Bu tashabbusni ilgari surgan yurtboshimizga rahmat aytaman va bu sizlarga bergan saxovatingizga, bergan insonlarga katta rahmat aytaman. Yurtboshimizga ming rahmat. Mana shunaqa imkoniyatlar berayotgani uchun. Mana shu vatanda yashayotganimdan faxrlanaman. Homiylar tomonidan traktor bergan, shuni foydalanyapmiz. Ro'zg'orimizga katta rahmat bizga shunchaki yordam berganiga. Prezidentimizga ham rahmat katta, shu yordam qilgani uchun.